shom namozini o'qib bo'lgandan keyin xufton namozi kirguncha vaqt eng fazilatli vaqtlardan hisoblanadi. Undagi duo, zikr, namoz, boshqa narsalarning ajri savobi kundalik ma'noda juda katta yuqori darajada ko'paytirib beriladi. Ana shu paytda Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlari 2 rakatdan 6 rakatgacha nafl namozi o'qiganlar va bu namozni avvobin namozi deb ataganlar va o'shanaqa qurbatni xohlaydigan, ajrni ko'p olishni xohlaydiganlarga targ'ib ham qilganlar. Ana o'sha narsa bor narsa. Hozir bizda Tuhfai Rasul degan namoz demak odat bo'lib qolgan. O'sha shomdan keyin 2 rakat namoz o'qib, buni Tuhfai Rasul deyishadi. Albatta o'sha namozni o'qib, sunnatini o'qib salom bergandan keyin turib o'qishga harakat qilishadi. Bu odat bo'lib qolgan narsa. Aslida haligiga shom bilan xuftonni orasida qachon bo'lsa ham o'qisa bo'ldi. Albatta bir muddatda o'qish shart emas. Tuhfai Rasul degan gap hadislarda ulamolarning kattalarining gapida yo'q.